o'g'lim bir ishdan kelsam soat 2da o'g'lim bilan nevaram ikkalasi ikkita xonada o'zlari issig'i qattiq bir bo'lib yotibdi ikkalasi. Men hech ham o'ylab o'tirmadim. Bitta hamma mamashalar o'tiribdi. Darrov haligini жаропонижающий beramiz issig'i chiqqanda. Bizda nima Pavlosprin. Mana buni profilaktika dozasi bor edi. 10 litrga qilingan dozasi bor edi. Ikkalasiga 1 litrdan baklashkaga quydimda ichinglar dedim. Ular icha boshlashdi. Keyin kirib qavarab turdim, kirib qavarab tursam, sekin уже isitmasi tushyapti. Keyin shu bilan soat 5 bo'ldi. 5 da ikkalasi ham chiqdi, ovqat yeymiz. Уже qornlari ochib, issiqlari tushib, ovqat yeymiz. Obishna qanaqa bo'ladi gripp bo'lganda mana. Qancha antibiotik olish kerak bo'ladi, quvvatsizlik boshlanadi. 2 haftalab yotardi bolalarda agar grippdan keyin shunaqa nima quvvatsizlik bo'ldi. Bular turib bittasi ishga ketdi. Men aytdimki, "Voy, quvvating yaxshimi?" desam, "Yaxshi" dedi. Nevaram sirab ishga ketdi, ovqatlandi, ishga ketdi. Men bu balzamlarni mana shu nimasini 3 soatni ichida ikkita bola oyoqqa turib ketdi. Bilasizlarmi, mana qanaqa bizning mahsulotlarimiz shunaqa ajoyibki, bo'lmasa aytaman, grippdan qancha qiyin nima chiqib ketish grippdan. Ayniqsa hozir yurtda bunaqa og'ir gripp. Mana shu sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Rahmat hammalarga. Bu mahsulotni ham bunisi yordam beradimi, bunisi yordam beradimi degan savol bo'lishi mumkin emas-da. Qaysi bu profilaktika dozasida berganida mana shu qabzalik ketishdi ular. Bilasizlarmi, aslida 5 litrga nima qilingan bo'ladi bizda? 10 litrga bir tomchi qo'yilgan nima mana shunday rezultat berdi. Rahmat.